Siz soatlar davomida shorts videongizni montaj qilasiz, YouTube ga yuklaysiz, lekin natija yo'q. Agarda shu holat bo'layotgan bo'lsa, siz katta ehtimol bilan men qilgan xatolarni takrorlayapsiz va bu kanalingizni asta-sekinlik bilan o'ldirayotganini sezmayapsiz. Lekin xavotir olmang. Ushbu videoda men sizga qanday xatolar borligini ko'rsatib beraman va ularni qanday qilib to'g'rilashni ham o'rgataman. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Birinchi va eng keng tarqalgan xato bu kam prosmotr olgan shortslarni o'chirish. Do'stlar, YouTube dan videoni o'chirib tashlash kanalning o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Mening bir shorts videom birinchi 24 soatda atigi 3000 ta prosmotr olgandi. Ammo men uni o'chirib tashlamadim va 3 kundan keyin birdan prosmotrlar ko'paydi va hozirda ushbu video deyarli 1,5 million prosmotr olgan. Shuning uchun hech qanday videoga shoshilinch baho bermang. Unga vaqt bering. YouTube algoritmi ba'zida videoni keyinroq rekomendatsiya qilishi mumkin. Agar siz shorts videongizni o'chirib tashlasangiz, u keyinchalik yomon yoki yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar YouTube sizning kanalingizga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Xo'p, buni qanday tuzatish mumkin? Hech qachon videoni o'chirmang, hattoki eng yomonini ham. Buning o'rniga nima sababli videongiz kam prosmotr olganini tahlil qiling va keyingi videoni yuklayotganingizda bu muammolarni to'g'rilashga harakat qiling. Agar kam prosmotr olgan videongizni hech kim ko'rishini xohlamasangiz, uni private qilib qo'ying. Bu videoni o'chirib tashlashdan ko'ra ancha xavfsizroq. Ikkinchi muammo, keraksiz hashtaglar va taglarni ishlatish. Ko'pchilik odamlar videomga eng ko'p ishlatilgan hashtaglarni qo'ysam, videom virusli bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Lekin bu mutlaqo noto'g'ri. YouTube videoni mashhur taglarga qarab emas, relevance, ya'ni dolzarblikka qarab baholaydi. Agar hashtaglar kontentingizga to'g'ri kelmasa, YouTube videoni noto'g'ri auditoriyaga ko'rsatadi. Natijada retention past bo'ladi va videongiz prosmotrsiz qolib ketadi. Hattoki men ham hashtaglarni juda kam ishlataman. Hashtaglar o'rniga kerakli kalt so'zlar ishlatilgan opisaniya yozaman. Bu orqali YouTube videomni yaxshiroq tushunadi va to'g'ri auditoriyaga rekomendatsiya qiladi. Xo'p, shunda umuman hashtaglardan foydalanmaslik kerakmi? Yo'q, foydalansangiz bo'ladi. Faqat 3 tagacha hashtagdan foydalaning va ular videongizga mos bo'lishi kerak. Uchinchi muammo juda ham past sifat. Do'stlar, sizga bir achchiq haqiqatni aytmoqchiman. Har kuni menga o'nlab yosh youtuberlar yozishadi. Hammasining savoli bir xil. Kanalim yurmayapti, iltimos ko'rib bering, qayerda xato qilyapman. Ammo ularning aksariyatidagi eng asosiy muammo bu videoning sifati juda ham past ekanligi. Endi esa haqiqatni tan olaylik. O'zingiz shu videoni oxirigacha ko'rarmidingiz? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, boshqalar nima sababdan ko'rishi kerak? YouTube faqat tomoshabinni ushlab tura oladigan videolarni rekomendatsiya qiladi. Agar video boshidanoq odamlar chiqib ketsa, YouTube bu videoni boshqa tomoshabinlarga ko'rsatmaydi. Xo'sh do'stlar, bu muammoni qanday hal qilamiz? Avvalo tomoshabinni videoning birinchi soniyalaridayoq jalb qila olishingiz kerak. Chunki aynan shu ilk soniyalar YouTube algoritmi uchun eng muhim daqiqalardir. Buning uchun nima qilish kerak? Tezkor montaj, diqqat tortuvchi yozuvlar va videongizga mos keladigan tovush effektlaridan foydalaning. Zerikarli joylarni kesib tashlang, chunki videodagi har bir soniya foydali va qiziqarli bo'lishi kerak. Shundagina videongiz retentioni oshadi. Odamlar videoni oxirigacha ko'rishni boshlashadi. YouTube esa buni ijobiy signal deb qabul qiladi va videongizni boshqalarga ham rekomendatsiya qila boshlaydi. To'rtinchi muammo, bir xil shortslarni qayta-qayta yuklash. Siz bitta shorts tayyorlashga soatlab kuch sarflagansiz. Uni yukladingiz, lekin natija umuman ko'ngildagidek bo'lmadi. Endi esa uni qayta yuklamoqchisiz. Lekin ehtiyot bo'ling. YouTube buni duplikat kontent deb hisoblaydi. Bunday videolar umuman rekomendatsiya qilinmaydi. Bundan ham yomoni esa, bu sizning keyingi videolaringizga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh, bunga yechim bormi? Albatta bor. Videoni qayta ishlang, kirish qismini o'zgartiring, tempni almashtiring, yangi matnlar, ovozlar yoki effektlar qo'shing. Asosiy maqsad o'zgartirgan videongiz eski videongizdan ajralib tursin. Eng asosiysi esa o'zgartirgan videongizni xuddi o'sha kunning o'zida qayta yuklamang. Bu eng katta xatolardan biri. 5-muammo, yo'nalishni haddan tashqari ko'p o'zgartirish. Juda ko'pchilik yangi boshlovchi youtuberlar aynan shu muammoga duch kelishadi. YouTube'da muvaffaqiyatsizlikka uchragan har bir kanalda deyarli bitta muammo bor. Bu aniq yo'nalishning yo'qligi. YouTube Insider'ning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, algoritm biror kanalni tomoshabinlarga rekomendatsiya qilishni o'rganish uchun kamida 20 ta, 30 ta bir xil mavzudagi video kerak bo'ladi. Agar siz har safar yangi mavzuda yoki yangi yo'nalishda video
joylayotgan bo'lsangiz, algoritm sizni hech qachon tushunmaydi. Natijada sizning videolaringiz rekomendatsiya bo'limiga chiqmaydi. Afsuski, ko'pchilik buni bilmaydi. Ular bugun motivatsion video joylaydi, ertaga futbol haqida gapiradi, indinga esa prank videolar yuklaydi. Bu esa algoritmni chalg'itadi va kanalni o'ldiradi. Oxirgi va eng muhim muammo shorts bo'limini o'rganmaslik. Bu xatoni deyarli barcha youtuberlar qiladi. Ular shorts nima va u qanday ishlashini tushunmaydi. Shunchaki biror video yuklashadi va natija yo'q. Do'stlar, bir narsani to'g'ri tushunib oling. YouTube Shorts bu TikTok yoki Instagram Reels emas. Ular bir-biriga o'xshab ko'rinsa ham, algoritmlari va auditoriyaga ta'sir qilish usullari butunlay boshqacha. Agar siz Shorts orqali kanalni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, avvalo ushbu bo'limni puxta o'rganib chiqing. O'zingiz tanlagan yo'nalishda eng ko'p prosmotr olayotgan videolarni kuzating. Hook, ssenariy, montaj sifati va videoda ishlatilgan g'oyalarni analiz qiling. Bularni aniqlagach, aynan shular asosida o'zingizning videolaringizni tayyorlashni boshlang. Har bir videodan keyin natijalarni kuzatib boring va xatolardan tahlil qiling. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.